Aprel oyida eng yaxshi va Alloh suygan insonlar dunyoga kelar ekan. Ana shunday yaxshilardan-da yaxshi insonim, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Sizni Alloh uchun yaxshi ko'rib e'zozlayman. Yuzga kirgan chog'ingizda ham yuzlashib yuraylik. Eng yaxshi kunlaringizda ham ko'rishib yuraylik. Xafalik yarashmas, ranjimang zinhor. Shirin tabassumla ko'rsatdi viqor. Ostonangiz uzra 4 fasli bahor, muborak yangi yosh va yana bir bor. Qadri baland qadrdonim, umringiz ziyoda bo'lsin. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin.